Assalomu alaykum aziz obunachilar, Nostro kanalini shati kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. Mana bugun yana bir yangi ish kunimizni boshlab oldik. Bu galgi manzilimiz Andijon viloyati Izboskan tumani shu Payto'da Shamsamolodan bo'layapti. Shu yerda beton quyish xizmatlariga kelganmiz. Bugun 10-kun, xudo xolasa tugatyapmiz. Polni qilayotgan ishlarimizni bir qator tushuntirib obzor qilib borishga harakat qilamiz. Bundan oldin bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana aziz obunachilar, bu yerda polni katlavanlarni kavlatdik. Katlavanlarimizni uzunasini shu 16 metr bunaqasiga bir 7 metr kavlat 7,5 metr kavlatganmiz. Shu orasida zazor qo'yish uchun podvalimiz o'zini asl ichi qolishi oltiga, o'rnichu 40 podval bo'ldi. Tagiga podushka qo'ydik, 40 ga 80 qilib, tagiga shebellar solib, salapallar qo'yib, chiroyli qilib qilindi. Katlavan kavlashlarimizni Samsung 3 millionga kavlab berdi va turpog'ini olib ketish man mashinasida 300 mingdan olib chiqib ketdi. Bu yerda 15 res olib chiqib ketgan aziz qadrdonlar, 15 res turpog'ini olib chiqib ketdi. Shu turpoq hech kimga kerak emasligi uchun faqat shopurlar pulga olib chiqib tashadi. Endi aziz qadrdonlar, mana bu tomoni podushkamiz 70 ga 30 va tepasi 55 sm bo'ldi balandligi. Podvalimiz 260 qolishi, podushkadan keyin 260 qolyapti. Eshigimizni 130 ga 220 qo'yib qo'ydik. Xonalarimiz 3 ta xona tushyapti. Xonalarimiz 480 dan bunaqasiga ham past 480 bo'ldi. Darvozaxonamiz 3,5 metr. Uyimizni bu darvozaxonaning bu chekkasidan bu chekkasigacha 20 metr va bunaqasiga 12 metr bo'lyapti. Bu yerimizni xudo xolasa podvalimiz ham qanaqadir narsaga moslanadi. Misol trenajyorniy zalmi yo shunaqa. Keyin tepasi podvalda o'rni uzuncha polni magazin bo'ladi. Bu tomoni uy bo'ladi. Ikkinchi etajda shu birinchi etajda piltasini bosgandan keyin tepasini faqat P shaklida urib turib, oldiga yigil kalonni o'tkazib, tepasini polni shu yo magazin, supermarket qanaqadir yo'qsa ishlab chiqarish, chevarxona shunaqa narsalarga moslanib qilamiz. Xudo xolasa eng tepasini konteynerdan to'sin tashamay yopamiz. 12 metrga 20 metr joyda. Xudo xolasa chiroyli qilib. Bu yerga ketayotgan armaturalarimiz 12 li armaturamizdan 1000 metr olib kelindi. 400 metr ön to'rlik olib kelindi. Shu kolonnalar uchun tepasiga yetadi xudo xolasa. Va regillar uchun ham mana 18 li armaturalar olib keldi. Buni narxlarini to'shni bilmayman. Shu 10 ming bilan 16 ming, 18 ming atrofida. Shu qalalari 18 ming, 14liklar 10 ming, 8 mingga 12 liklar shunaqa olib kelindi aziz qadrdonlar. Keyin xamutlarimizni adashmasam 1,5 mingmi, 1800 so'mdan olindi tayyor. Endi yana aziz qadrdonlar, saqich olindi bu yerga. Mana bu idishda mana shu bittasi xudo xolasa podvalimiz ichiga yetdi. 450 ming so'mga olindi. Buni saqichlab oldik. Endi yana qilingan ishlardan kavlam neti bularni qildik. Shag'alimiz manda 6 ta man mashinasida shag'al ketdi. Bitta zilda sheben ketdi tagiga solish uchun. Shag'allarimizni 700 ming so'mdan, tagi podvalimizni Mitsubishi shakarobdan qilindi. 1 million 700 ming so'mdan olib kelindi. Sementimiz 21 tonna sement ketdi, 500 so'mdan. Mana liniyalarimiz ham xudo xolasa chiroyli bo'lib chotga chiqdi. Endi bundan buyog'i g'ish urish ishlarini ham polni hisob-kitob qilib borib, oxirida bitganda yana bir obzor qilamiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. 0 dan boshlab polni uy qo'yamiz. Mana mishalkalarimiz, hamma instrument, mana shu apparatlar bizniki, instrumentlar hamma undan kelib xizmat qilib beramiz. Xizmatlarimiz asosan Andijon viloyati Izboskan bo'ylab bo'ladi. Izboskanga yaqin joylarga ham borib xizmat qilib beramiz. Aziz qadrdonlar, keyin podvalda va uylar uchun mana tomoni pol bo'ladi. Dimoxod qo'yib ketganmiz. Tagiga havo aylanib tashqariga chiqib ketish uchun, pollar chirimash uchun. Shunaqa narsalarni esdan chiqarmanglar. Shu beton quyayotganda asosan pol oladigan bo'lsa, shu havo aylanadigan ventilyatsionni va mana bunday podvallar uchun mana bunday dimoxodlar qo'yib ketinglar. Bu dimoxodimiz ko'ryapsizlar, bu podval o'g'aniga qo'shniga ziyon yetmas uchun podvalni bu yerdan uzoqdan kavlatib chiqib olib turib, keyin mana uyga taqab podushka qo'yib bu tomonga qo'yilgan. Endi pilta mashagacha bosilib, bu tomoni stяжка bo'lib ketadi.
beton ustiga yana beton tushib, bu joyimiz keyin kompleks splashnoy bo'lib qoladi. Faqat joydan mana ko'rayotgan bo'lsanglar 120 sm joydan yutkazilyapti podvaldan, shu boshqa bir anaqasi yo'q. Strashniy buyog'i ham yana ikki etaj uchun moslangan, 80 ga 40 qo'yilgan. Yana shu qo'shni tomondan devor urib ketilaveradi qadrdonlar. Bu yerda keyin lestnitsa xona bo'ladi chiqish uchun. Mana bu turbamizni ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yoqqa soedinение qilib ulaymiz. Mana mayda ham turba bor, faqat salapan to'sib qo'yilgan, havo qilmas uchun. Turba qurib turib, turpoq yozib, ustidan steshga qo'yamiz. Mana bu devorlar orasida chiqib ketaveradi. Shu havoni ventilyatsiyonni tozalash uchun. Albatta bu video ham bunaqa ham ma'lumot ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Keyin imkoni boricha shu podval qilganingizda bunaqa xonaning ichki tomonlari bo'lsa ham saqishlash kerak. Buni saqishlab cho'mib olganmiz. Yerda betigacha polni. Bu tomonlarni ham polni saqishladik. Xudo xolasa chiroyli qilib tayyorladik. Endi shu g'ish urishini boshlaymiz. Narx-navolari qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyada shu ekranda turgan telefon qilib bemalol bilishingiz mumkin. To'g'risi internetda yozsak kimdir qimmat, kimdir arzon, har xil gaplar, so'zlar bo'lib ketyapti. Biz qurilish ishlab mehnat qilib turib, shu qimmat degan yo boshqacha qandaydir negativchilarga to'g'risi toqatimiz yo'q. O'zi charchab borganda ancha asabuzarlik bo'ladi. O'zi oddiy bitta komment o'qib ham agar yaxshi komment bo'lsa, yaxshi nasrinamiz ko'tarilib, yanada ishga shijoatimiz oshadi qadrdonlar, lekin bunaqa gaplar to'g'risi og'ir mehnat qilgan odam uchun juda qiyin ko'tarish. Shuning uchun kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar, o'zimiz buni chiroyli qilib bitirib beramiz. Andijon viloyati iz bosgan bo'ylab. Mana betonni ham tekizliklarni ko'rayotgan bo'lsanglar, normalniy bitta shuvoq qilib qo'ysa chiroyli qilib podval bo'lgan bilan mana shu 260 ga chiqqan bilan unaqa qiyshayib ketmagan. Mana liniyalar ko'rinyaptimi yo'qmi? Topalab kelamiz bor, keyingi safar urin qo'yib ham tekshirib ko'ramiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, kanaldan yo'ralashmalar, like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammanglarga rahmat.